Assalomu alaykum. Hurmatli ochiq muloqot tinglovchilari. Bugungi ochiq muloqotimizda Yangi shahar gaz ta'minoti bo'limi boshlig'i Sherzod Hatamov tomonidan kadrlar salohiyati va professional rivojlanish, malaka oshirish, tajriba va zamonaviy bilimlar haqida bo'lib o'tadi. Mana shu ochiq muloqotda sizlarni qiziqtirgan savollarga javob olishingiz mumkin. Marhamat. Rahmat sizga Jamshid Rasulovich. Hurmatli ochiq muloqot ishtirokchilari, bugun siz bilan kadrlar salohiyati va professional rivojlanish, malaka oshirish va tajriba, zamonaviy bilimlar to'g'risida gaplashib o'tamiz. Hozirgi globallashuv va raqobat kuchayib borayotgan sharoitda har qanday tashkilotning asosiy boyligi, strategik resursi bu uning kadrlaridir. Kadrlar salohiyati tashkilotning intellektual imkoniyatlarini, ish samaradorligi va kelajagini rivojlanish istiqbolini belgilab beruvchi muhim omil hisoblanadi. Shu sababli kadrlarning professional rivojlanishini ta'minlash, ularning malakasini muntazam oshirib borish, amaliy tajribasini boyitish va zamonaviy bilimlar bilan qurollantirish har qanday tashkilot faoliyatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Kadrlar salohiyati bu xodimlarning bilim darajasi, kasbiy mahorati, amaliy tajribasi, innovatsion fikrlash qobiliyati va shaxsiy sifatlarining majmuasidir. Yuqori salohiyatli kadrlar tashkilot faoliyatini samaradorligini oshirib, ishlab chiqarish jarayonlarini takomillashtirish, yangi texnologiyalar joriy etish va raqobatbardosh mahsulot yoki xizmatlar yaratishda hal qiluvchi ahamiyatga egadir. Professional rivojlanishning muhim tarkibiy qismi bu malaka oshirish jarayonidir. Malaka oshirish xodimlarni o'z sohasi bo'yicha yangi nazariy bilimlar va amaliy ko'nikmalarni egallash imkoniyatini beradi. Malaka oshirish kurslari, qayta tayyorlash dasturi, seminarlar, treninglar va ilmiy amaliy konferensiyalar xodimlarning kasbiy salohiyatini oshirishda muhim vosita hisoblanadi. Bu jarayon ushbu orqali xodimlarni zamonaviy texnologiyalar, ilg'or ish uslublari va boshqaruv mexanizmlarini o'zlashtirishlaridir. Shu bilan birga amaliy ish tajribasi kadrlarni professional shakllanishda alohida o'rin tutadi. Nazariy bilimlar amaliyot bilan uyg'unlashgandagina yuqori samara beradi. Ish jarayonida duch kelinadigan turli muammolar hal qilish, mas'uliyatli qarorlar qabul qilish va ishlab chiqarish jarayonida faol ishtirok etish xodimlarni kasbiy mahoratini yanada mustahkamlaydi. Tajriba orqali xodimlarda tahlil qilish, mustaqil fikr yuritish, tashabbuskorlik va javobgarlik kabi muhim sifatlarni shakllantiradi. Zamonaviy bilimlar esa bugungi kunda kadrlar salohiyatining asosiy ko'rsatkichlaridan biri hisoblanadi. Axborot kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi, raqamli iqtisodiyotning shakllanishi va innovatsion yondashuv keng joriy etilishi mutaxassislarning doimiy ravishda o'z bilimlarini yangilab borishini talab qiladi. Zamonaviy dasturlar, avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari, raqamli platformalar va innovatsion texnologiyalarni o'zlashtirish xodimlarning ish samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Kadrlarning professional rivojlanishida uzluksiz ta'lim tamoyili katta ahamiyatga ega. Ya'ni mutaxassis bir marta ta'lim olish bilan cheklanib qolmasligi, butun mehnat faoliyati davomida o'z ustidan ishlashi, yangi bilimlar, ko'nikmalarni egallab borishi lozim. Bu esa mehnat bozorida raqobatbardoshligini ta'minlaydi va tashkilot uchun yuqori samara keltiradi. Shuningdek, kadrlar salohiyatini rivojlantirish tashkilotda samarali kadrlar siyosatini yuritishni talab etadi. Xodimlarni tanlash, joylashtirish, rag'batlantirish, ularning kasbiy o'sishi uchun shart-sharoit yaratish va ularni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash kabi chora-tadbirlar kadrlar samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Xodimlarni moddiy va ma'naviy rag'batlantirish mehnatga bo'lgan qiziqishni oshiradi. Bugungi kunda innovatsion iqtisodiyot sharoitida inson kapitaliga investitsiya kiritish eng samarali sarmoya turlaridan biri sifatida qaralmoqda. Chunki bilimli, malakali va tashabbuskor kadrlar har qanday tashkilotning rivojlanishini ta'minlovchi asosiy kuch hisoblanadi. Shu sababli kadrlar salohiyatini rivojlantirishga qaratilgan chora-tadbirlar tashkilotning uzoq muddatli strategik maqsadlarga erishishda muhim ahamiyat kasb etadi.
Xulosa qilib aytganda, kadrlar salohiyati va professional rivojlanish tashkilot samaradorligini ta'minlashning asosiy omillaridan biri hisoblanadi. Xodimlarning malakasini muntazam oshirish, amaliy tajribasini boyitish, zamonaviy bilimlar, ularning professional o'sishi uchun zarur shart-sharoit yaratish orqali tashkilotni yuqori natijalarga erishishi mumkin. Yuqori salohiyatli kadrlar bu tashkilotning buguni va kelajagini belgilab beruvchi asosiy kuchdir. E'tiboringiz uchun rahmat. Demak, bugungi ochiq muloqot ishtirokchilari ushbu bo'lib o'tgan ochiq muloqot yuzasidan Sherzod Jumaqulovichga agarda tug'ilgan savollaringiz bo'lsa, marhamat berishingiz mumkin. Demak, mana shu ochiq muloqot bo'yicha savollaringiz bo'lmasa, ochiq muloqotimizni yopamiz. E'tiboringiz uchun katta rahmat.